irrigatsiya kanallari, beton kanal bo'ladi, yer o'zanlik kanallar bo'ladi. Ko'p yillik ekspluatatsiya davomida loyqa bosadi, texnik o'zgarishlar yuz beradi. Shuning uchun foydali ish koeffitsiyenti, ya'ni samaradorligi o'zgarib boradi. Shuni doimiy monitoringini olib borib aniqlab turish zarur. Buning uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda kompyuter dasturi ishlab chiqilgan va Adliya vazirligining guvohnomasi olingan. Kompyuter dasturimizning interfeysi, bunda hamma ko'rsatkichlar, kanaldan qancha suv kelyapti, tubini materiali, atrof muhit, landshaft, ish faoliyati, yer osti suvlari, bug'lanish, suv yo'qotishlar, bular hammasi e'tiborga olinadi. Mana masalan, bu yerda ko'rsatilgan Kegeyli magistral kanalini agar o'zini shundoq holatini loyihaviy hisoblaganimizda, mana hozirgi holatda 0.88 bo'lib turgan bo'lsa, marhamat, kompyuter dasturidan o'tkazilgandan keyin o't bosgan holati, qaysi zonada joylashganligi, mana tekislikda joylashgan, qancha tarmoqlarga bo'linganligi, doimiy ishlaydimi yoki mavsumiy ishlaydimi, yer osti suvlari qancha, temperatura qancha, bug'lanish qancha, bularni hammasini hisobga olgandan keyin mana samaradorligi ancha pastga tushganini, haqiqiy real time'da vaqtda samaradorligi qanday bo'ladi, buni aniqlab olamiz. Bu nimani ko'rsatadi? Bundan oldin ko'rindi, kanal elektron sxemasi ishlab chiqiladi. Butun tarmoqlar qancha masofada nima joylashgan, har bir joyida qancha suv kela olishini bilishimiz mumkin buni natijasida. Mana bu yerda biz ko'ryapmiz. Mana bu yerda hisobga olamiz defektlik holati. Endi faoliyat davomida mana bu yerda ko'rsatyapmiz. Necha foiz defekt texnik holatini hisoblash. Agar defektsiz bo'lsa bunga ta'sir qilmaydi, lekin bunda defekt holati hisobga olingan. Yoki mana bu yerda biz ko'ryapmiz tarmoqlanganligi. Masalan, biz ko'rayotgan joyda 5 ta joyga bo'lindi suv yoki 10 ta joyga bo'linadi. Bular hammasi ta'sirini ko'rsatadi va kanalni istalgan joyida shu joyga balans bo'yicha qancha suv yetib kelishini bila olish imkoniyatiga egamiz. Mana bu yerda ham ko'rsatyapti chuqurlik, yer osti suvlarining joylashuvi. Kanallar yer osti suvlari bilan filtratsiya suvlari bilan bog'liq. Agar kanalda suv pasaysaki, yonida suv, yer osti suvi baland bo'lsa, demak kanalga suv qo'shib beradi. Masalan, Shimoliy Farg'ona kanalini katta uchastkalarida bu voqea yuz beradi. Bularni hammasini hisobga oladi. Bu kompyuter dasturimiz, masalan, o'tgan yili ham 10 ta kanalga O'zbekiston bo'ylab o'lchab va dasturni ishga tushirgan holda amaliyotga joriy qilindi. Bu narsalar masalan Qoraqalpog'istonda, Buxoro viloyatida, Farg'ona viloyatlarida bu narsalar amaliyotga joriy qilindi. Hozir ko'rsatayotganim mana Buxoro bilan Toshkent magistral kanalida amaliyotga joriy qilingan. Kanal ekspluatatsiyasini olib boruvchi mutaxassislar bundan anchadan beri foydalanishadi. 22-yilda bu dastur ishlab chiqilgan.